Aql tishni qaysi holatda olinadi? Aql tishini olishga o'zini ko'rsatmalari hamda qarshi ko'rsatmalari mavjud. Qachonki jag'lar kichkina bo'ladigan bo'lsa, 32 ta tish jag'ga hammasi ham sig'masligi mumkin. Bu holatda 8-tishlarni olishni maslahat beramiz. Aql tishlar o'sha oldingi tishlarni surib yuborish hisobiga jag'lardagi prikus holatini o'zgartirib qo'yishi mumkin. Bu holatda biz olishni tavsiya qilamiz. Ikkinchi holatda shotkasi aql tishi orqada bo'lganligi hisobiga yetib bormaydi hamda aql tishini karies hamda pulpitga chalinishi oson bo'lib qoladi. Hamda yonidagi tishlarni shikastlashi mumkin. Bu holatda ham biz olishni maslahat beramiz. Qachon saqlab qolamiz? Qachonki yonidagi tishlar mavjud bo'lmasa, ya'ni 6 hamda 7-tishlar bo'lmaydigan bo'lsa, biz aql tishidan opora sifatida foydalanib, ko'priksimon protez yasab berganimizda chaynash funksiyasini tiklab berishda foydalanishimiz mumkin. Agar siz aql tishingizni 100% kerak emas deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Ya'ni bu holatda biz ko'priksimon protez yasab berganimizda aql tishi foydali hisoblanadi.